Men eshitganim mana kecha yashab turgan oilani ajratib yuborilsa. Qanaqa kim e'tiqodi o'sadi bunaqa musulmonlar? Qanday ajratib yuborildi? Ma'nosini tushuntirib ber, nimaga ajratildi? Kim orqali ajratildi? Aytingchi. Qayerdan topdingiz buni? Bizlarga aytishiga buni. Eshitdim, o'zidan eshitdim. O'zi nima dedi? Meni o'sha rahmatli ajratib oldi dedi. Ha, siz ayolingiz aralashib, ayollar bilan Ayolim nima deb aralashibdi? Kofir bo'libdi, kuyoving debdimi yo nima dedi? qaynonasi bilan gaplashgan, uni ajna qilib oraga tushib, keyin u qaynotasi kelib olib ketgan. Oxirigacha aytmabdi-da. Nima uchun gaplashibdi qaynonasi bilan? Qaynonasi meni xotinimga chiqqansizlar, Sodiqjon bilan yaqinsizlar, bir bilib beringlar-chi. Shunaqa deyotgan odamni kofir deymizmi, musulmon deymizmi? So'rab bering degan xolos. Xotinim menga chiqdi, shunaqa so'rab berasiz ekan. Men telefon qilib Sodiqjonga, oxiri o'zlari chiqdi, qanday yo'l bilan chiqqan bo'lsa, Sodiqjon bilan gaplashibdi. Sodiqjon shunaqa so'zlarni aytgan bo'lsa, kofir bo'libdi degan. Qizlarni ajratib o'ynar degan. U ham so'zidan ko'ryapsiz, degan amalni u Farhodni tanimaydi Sodiqjon. Mana shunaqa bir nechta so'zlarni aytgan. Mana shunaqa so'zlarni aytgan odam kofir bo'ladi. U bola kofir. Qizlarga ajratib o'ynar deydi. U Dilshod kelib qizini olib ketdi. Bu yerda men ham eshitganim yo'q. Dilshod telefon qilyapti, men qizimni olib ketyapti. O'sha olib ketayotgan kuni bildim. Ajratib yuborgan men emas demak. Kofir bo'lganligi aytilyapti. Kofir bo'lganligi aytilgandan keyin ham yashaversin, o'zlari biladi deyladimi? Nima deyiladi? Nima deydi? Kofir desa. Shundan keyin ham er xotin yashaversin, o'zlari biladi deysizlarmi? U qiz sizni bitta singiz yo qizingiz, masalan. Deylik sizni qizingiz bormi, yo'qmi? Qizingiz bo'lsa, masalan, shunday bitta kuyovga bergansiz, shunaqa holat bo'lib qolsa, yashaversin deysizmi yo qizni, to'g'ri, to'xta deb qizingizni olib kelasiz.